Assalomu alaykum, kanalimizning hurmatli obunachilari. Bugungi rolikimizda Urganch shahrining bir zo'r yerida joylashgan 5 qavatli binoni 4-5 qavat sotib chiqadir. Ya'ni dokumenti bir ulanı. Bir bo'lgandan tashqari kredit ham chiqadi. Toza dom. Hurmatli obunachillar, 100 kvadratdan ko'p, 110 kvadrat, 120 kvadratmi, mashinaning. Место положенияsi ban tarafimizda bizning Urganch endokrinologiya markazi, ya'ni Saxirniy больница. İban tarafimizda bizning Oxunboy jome masjidi getsangizda, bunda Urganch Beshni ko'piri bundaylar. Arana tushadi olsangiz, to'g'ri yetsangizda Xanqa yo'li, bundan to'g'ri ana Oxunboy borasizlar. Mestasına gap bo'lishi mumkin emas. Hurmatli obunachilar, Bellada maktablari ban tarafda Usmon Yusuf maktab bor, keyin sal raqamda litseylar bor. Bir raqamda endi ban tarafa ketadigan bo'lsak, ban tarafida yana Shaydaq foybida, nada Satyanda ish qilib bog'chasi doğru o'tsangizda ban tarafida 2 bog'cha bor, hurmatli obunachilar. Bog'chasidan gap bo'lib, bog'chasi dim yaqin. Bala o'zi yurib bersangizlar boraveradilar. Hurmatli obunachilar, hozir borib joyni, domni o'zini ko'rsatamiz. Podval ham bor. Keyin savatli bo'ylarni ko'rsatib, keyin uyning ichine giramiz. Joyimizda xullas gap bo'lishi mumkin emas. Qani ketdik esa chalar bilan bir eldana borib, keyin chalar bilan tanishib chiqamiz, hurmatli obunachilar. Hurmatli obunachilar, joyimizga yetib keldik. Joyimiz inashi shu domda joylashgan. Shu pod'ezd 4-etaj to'g'ri. Endi bizlar ursangiz ham bo'ladi, bular chuqur emas. Xudo xolasa, bular unchalik o'yinda bo'lmaydi. Qachon bo'lishini biz bilamiz. Telefonlashib keladigan bo'lsangizlar, kelib pramo egasi bilan gaplashtiramiz, xudo xolasa. Ko'rsatgan yerimiz undan ham. Ana yo'l o'tib turibdi-ku, shuni tushirdik hozir ana. Mana o'tib turibdi 500 deydi. Bu yo'ldan esa 17 yurdi. Bu yerda meni xudo xolasa asfaltatirlar. Yo'l bitta kengayibdi. Bunda Saxirniy больница endi bu doktorlarning aytganda endokrinologiya markazi. Ben tarafımızda tamojniy, undan ham gök. Mestasi zo'r. Hurmatli obunachilar, eldinda parkovkalari, mashina qo'yaman desangizlar, arkasida детский площадкалari, undan ham ne ham bor. Nima? Ishqilib chartagi bor. Yurt turalaringizning yan tarafta детский площадка. Endi bir de bunda xudo xolasa bizning Shavat kanalı. Havası zo'r. Bu yerda endi o'zimiz o'sgan yerlar berlar. Hurmatli obunachilar, ertaga bir kun oynani ochadigan bo'lsangizlar, shamol urib turadi, toza havo. Ya'ni Shavat. O'qiyot ko'proq o'qiyot desangizlar, tushib turib ozgina Shavatni bo'yini aylansangizlar ham bu fonarlar geçte yanib turadi. Köprüden ben ötseniz de ban tarafta suvchilar shaharchasi, ya'ni vodnik. Ban tarafta Beshni köprü görünüp turibdi, yana tushirdik. Mestasi zo'r. Hurmatli obunachilar, qani ketdik esa ichalar bilan bir tanishib chiqamiz. Bir gap aytib o'tchakman. Agar kimda-kim ko'rsatuvchini sotchak bo'lsa, bemalol bizning kanalimizga murojaat qilishlari mumkin. Sotishga yordam qilamiz. Endilikda bizning kanalimizni YouTube'dan tashqari Telegram bilan Instagramdan kuzatishlari mumkin. Lavhalarni YouTube'a chiqadigan her bir videonun kommentariyasini tashlab boramiz. Girib podpisa qilib qo'ysangiz, xohlasangiz Telegram, xohlasangiz Instagram. Hurmatli obunachilar, bir narsani aytib o'tchakman. Bu uyimizda kredit varianti ham bor. Ya'ni oldi sotish shartnomasi 2021. Ya'ni 4 yil bo'lgan уже. Nalog polog chiqmaydi. To'g'ri dokumentni olib borib kredit chiqarib olaverasizlar. Ve stoyishi. Girib hozir ko'rasizlar, ichanlar ham zo'r, geng tushgan. Yine hurmatli obunachilar, joyimizga yetib keldik. Joyimiz 4-qavati mansardi bilan, xudo xolasa, bir farishtali joy, zo'r. Birinchi etaji polностью remontdan chiqqan. Döşelib, avoylar bosilib turibdi. Eshiklar ham yaxshi, eshiklar ham qo'yilgan. Ya'ni, bunda zali, ben tarafda spalni, bundan mansarda chiqib ketiladi. Dokument, hurmatli obunachilar, 100% taq. Kredit variant qilsangizlar ham bo'ladi. Nechun desa, dokumentimiz 2021 oformlana qilingan. İkilemchi kredit qilsangizlar bo'ladi. Hech qanday muammosi yo'q. Ikkinchi etajda bir oboya tayyor. Eshik bilan qo'yib, oboyalarni qo'ysangizlar, radiatorlari hammaga qo'yilib turibdi. Общий hisoblaganda 5 xona, hurmatli obunachilar. Az o'sha tarafdan ham bir bilan bir batafsil tanishib kelaveramiz. Girgan edi. Yana bunda bizning prixoshka
Endi meni hurmatli amaçlar, novla kalışı, novla getişi gelip üstünde gepleşip olaverasizlar egasi bilan. Bunu o'zlari kelishib olamiz dedi. Masalan, bir og'irroq ko'chalar bo'lsa, ikkita ham o'tirmaydilar. Так что shuning uchun novla qilib, novla getishini aytib o'tiribman. Girgin edimlar rakovinasi, ishlat turibdi. Ama arkasına kafeler koydular çıraylatıb. İnamında bize ne? Vanna pesteki. Verimizden ayak teleri. Adaşmasam toplu pol, iskına ayak değil. Hem radiatoram var eken. Kafel, divarlaram kafelinin patologu plastik. Vanna, aylanma vannanı süvetlisinden koyulgan unitazı, kir makinam şöyle durdu. Vihilkene masif çaylatıp koydular. Mesela inamında bize ne kuchnya. Kuchnyamız yine. Kuchun möbelleri polnusu ötülgen. İnamında katolumuz. İnamında bize ne pah Türkiye bu yaptı bu. Denizli boyu. Yani şavatlı boyu. Hava zor. Havası yaxşı oladı bunun yazda. Şimdi kışın bilen hem issikkina uyinen atap denesin çegarası tuttu. 34 gradusda tuttu. Uy issi lekin. Cayımızın dokumenti yine bunda yine hürmetli amaçlar. Yine. 2021'de alıngan netlanırdı. Yani 2 lemçik kredite çıkardı. Bunda kadastro pasportu, bunda aldı sattı şartnama. Hem mövcud tağ. Hürmetli amaçlar, yurtluğunuzun dokumenti bah. Baxasam qımmat əməz hürmetli amaçlar, baxası zor. Bu keyinki meselede, bunda ikinci etaja çıkardı onun letsitsası. Bunun teyini polnusu bir veç koydu, yer kılıp koydular. Yurtluğalarınız deyin. Bir tuğda vecde sığır, bir dünyada vecde sığır adamın teyini. Keyinki meselede, bunda pesteki spalnya hürmetli amaçlar. Ayak teyine havlular döşelgen, bunda aboyla vurulgan, patologu uzorlarını kırıp koydular çaylatıp. Galagelleri bağ. Katolu issikkina, yani gözetken denizli menderesi. Keyinki meselede razminlerine yapmakması bu. Hürmetli amaçlar. Aslında hanama razminler etsek buldum ismi. Tak. 365'e 265 общий kvadratura 969. Как раз zalından girmedik. Zalından giremiz az. Bunda zalına girmedik gitimiz. Bunda zal. Bir yerimiz hem bir çayla düşken. Çayla remont etilgen. Razmene yine olmasak. Bir yerimizde razmeri. Bu zalımız razmeri bu indi hürmetli amaçlar. 4'ü 19'a 3'ü 98 yani 4 общий kvadratura 16'ı 73. Yurtlarınız için aboyla zor, yaxşı aboyla basılgan. Moyşi aboyla. Lustralı asılgan. Cayımızın ataşmasa yanında balkonu. Bu eci dımdır yaxşı. Yanında yine işki. Keyin şavata qırıb turgan balkon yine. Çıkıp dursanız da boladaz indi. Ben doğrusu düğe kukut tekerle derp etmezlikə akt ettik. Zabəli. Azı ikinci etaşlar bilen bir danışıp çıkamız. Avtomaya elektrik yesi.
Qani, bismillah. Yukarıda yine bir kvartira qilinglar xolasanızlar. 2 xonadan polni yaşayveradi 2 oila. Bunda bir spalni, yangi spalni üstü, bunda zali prixoshka bilan qo'shib etilgan. Keyin bu tarafda xalang xona qilinglar, xalang kuxnya qilinglar. Bu tarafda sanuzul, ya'ni vanna tualet. Yerimizni razmerini yaratgan bo'lsak, yine 364'e 266 ölçü kvadratura 972. Şpakulovkalarni görüp tursunuz. Şpakulovkadan çıkan giprogram vurulgan. Eshik ko'ytirib ovoy bosish kerak. Patolga şpakulovka krasiv olasizlar. Böyle bir tane ulduz alımız. Birden polni Verem, şpakulovka qilsangiz ham bo'ladi. Ne? Modelki. Dokumenti bor. 6-12'ye 398 ofis kvadratura 24-39. Verimden yurtlarınız deyin. Şpakulovka ne bu? Suada duruptu. Şpakulovka qilsangiz ham bo'ladi. Aynaları köçeye qaragan, atapinezi o'tgan, patologlarına yine chiroyli uzorlarni aytib qo'yibdilar. Polni İbeden böyle de bolsanız da bir yine bir zal bulup duraveradi. Ben tarafta yine özlerine kuxnya qilib berseniz bo'ladi. Agar bir oilada 2 og'ayni bo'lsa, anan polni yashasalar bo'ladi. Bunda biz yani kuxnya xolasanız da munam xona qilinglar, 3 xona bo'ladi. Bunda yukarıdaki vannazni beni sklat qilib qo'yibdilar. Böylece polnusi shuni teyinda stoyaki bor. Ya'ni kanalizatsiyasi bilan turbasi chiqqan damda ekan. Bunun kanalizasyası su teyinde dedi. Bunun üstü bu. Bunlar bir de su, süet, gazdan mamma yok. Bakça mektep yanında transporttan mamma yok. Nüzündese cayımızda eldinden prema 17 yurt tuttu. Yani görset yerimizde 5 yurt tuttu. Takıştı cayımızda mestası zor. Hürmet masalar mestasına gep buluşu mümkün emez. Yine mansart bolsam bu kolonlar qilinglar. Beton quyilgan. Takıştı joyimizning sifat darajasine gap bo'lishi mumkin emas. Hurmatli masalar, shu bilan bu uyimizga bag'ishlangan videolarimiz o'z nihoyasiga yetib borayotir. Keyingi videolarda görüşünce deb qolamiz. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar, kanalimizga podpisatsiya qilishni unutib bo'linglar. Videomiz yoqqan bo'lsa shu like, kommentariya kutib qolamiz. Kimki neki ish boshlagan bo'lsa, hammamizga boshlanishimiz xayrli bo'lsin. Rahmat e'tibor uchun. Keyingi videolarda sog'likda, omonlikda görüşünce deb qolamiz. Hamma endi yaxshi kun, to'y tomosha bo'laversin. Hurmatli masalar, like'larni gumburlatamiz, fikr mulohazalarni kommentariya yozib qoldiramiz.